Tayyorlaning. Bugungi ma'lumot har bir odamga tegishli. Bank kartangiz bormi? Oylik olasizmi? Farzandingizga pul yuborasizmi? Ijara puli qabul qilasizmi? İnternet orqali savdo qilasizmi? Yoki oddiygina qarindoshlaringizdan pul o'tkazmasi olasizmi? Demak, bu mavzu sizga bevosita aloqador. 10 oktyabrdan boshlab bank hisob varaqlari, karta aylanmalari, shubhali pul o'tkazmalari va tushumlar bo'yicha nazorat ancha kuchayishi haqida gap ketmoqda. Men bugun vahima tarqatish uchun emas, balki sizni tayyorlash uchun gapiryapman. Chunki ko'pchilik odamlar muammo chiqqandan keyin yuguradi. Lekin aqlli odam oldindan hujjatini, izohini, dalilini tayyorlab qo'yadi. Agar siz men oddiy odamman, menga buning aloqasi yo'q deb o'ylayotgan bo'lsangiz, aynan shu xato. Chunki oddiy odamning ham kartasiga oyiga 5 milyon, 10 milyon, ba'zan 7 milyon so'm tushishi mumkin. To'y uchun yig'ilgan pul, qarz qaytarilishi, mashina sotish, uy ta'miri uchun yuborilgan mablag', onlayn savdo, ijara ustachilik haqi, repetitorlik puli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men sizga qaysi holatda xavotir olish kerak, qaysi holatda qo'rqmaslik kerak va tekshiruv bo'lsa nima deb tushuntirish kerakligini aniq qilib aytaman. Avvallari ko'pchilik odamlar bank kartasini shunchaki pul olish va pul jo'natish vositasi deb bilardi. Masalan, ish haqi tushdi, naqdlashtirdi, qarindoshi pul yubordi, oldi, mijoz to'lov qildi, karta orqali qabul qildi. Banklar ham, soliq organlari ham, moliyaviy monitoring tizimlari ham ma'lumotlarni ko'radi. Lekin hamma operatsiya bir xil darajada tahlil qilinmasdi. Odamlar orasida kartaga pul tushsa hech kim bilmaydi. Naqd puldan ko'ra karta xavfsiz, kichik summa bo'lsa hech kim so'ramaydi degan tushuncha bor edi. Endi vaziyat o'zgaryapti. Raqamli nazorat kuchaymoqda. Banklar faqat pulni o'tkazib beruvchi tashkilot emas, balki mijoz operatsiyalarini tahlil qiluvchi, shubhali aylanmalarni aniqlovchi, kerak bo'lsa qo'shimcha ma'lumot so'rovchi tizimga aylanmoqda. Bu faqat bitta bankning xohishi emas. Butun dunyoda pul yuvishga qarshi kurash, noqonuniy daromadlarni yashirish, soliqdan qochish, firibgarlik, noqonuniy totalizatorlar, kripto orqali shubhali aylanmalar, soxta savdo va obunal operatsiyalarga qarshi nazorat kuchaygan. Bizning hududda ham shu yo'nalishdagi talablar kuchayishi tabiiy. Bu nimani anglatadi? Endi bank kartangizga tushayotgan pul miqdori, takroriyligi, kimlardan kelayotgani, qaysi izoh bilan kelayotgani, daromadingizga mos kelish-kelmasligi, pul kelishi bilan darhol yechib olinishi yoki boshqa kartalarga tarqatilishi kabi belgilar tahlil qilinishi mumkin. Masalan, bir odam rasmiy oylik sifatida oyiga 4 milyon so'm oladi, lekin uning kartasiga har oy taxminan milyon so'mdan 1,5 milyon so'mgacha turli odamlardan pul tushadi. Bu albatta savol tug'diradi. Bu pul nima uchun tushyapti? Bu tadbirkorlikmi? Xizmat haqimi, qarzmi, savdomi, xayriyami yoki boshqa operatsiyami? Eng muhim jihat shuki, nazorat degani hamma odamning puli darhol bloklanadi degani emas. Lekin nazorat degani sizdan izoh, hujjat, shartnoma, chek, deklaratsiya yoki tushuntirish so'ralishi mumkin degani. Farq mana shunda. Kimki pulining manbasini ko'rsatsa, olsa odatda katta muammo bo'lmaydi. Kimki bu o'zimniki qarindosh yuborgan, shunchaki tushgan deb aniq dalilsiz javob bersa, ayniqsa summa katta bo'lsa va muntazam bo'lsa, muammo paydo bo'lishi mumkin. Men buni oddiy tilda tushuntiraman. Bank hisob varag'i deganda faqat plastik karta emas, balki omonat hisob varag'i, joriy hisob varaq, tadbirkorlik hisob varag'i, valyuta hisob varag'i, onlayn hamyonlarga bog'langan bank hisoblari, mobil ilova orqali ochilgan kartalar ham nazarda tutiladi. Ya'ni sizda faqat karta bor deb o'ylamang. Karta ham bank hisobiga bog'langan moliyaviy instrument. Nazoratning birinchi belgisi katta summa. Lekin katta summa deganda hamma uchun bitta raqamni tasavvur qilish xato. 10 million so'm bir odam uchun oddiy oylik bo'lishi mumkin. Boshqa odam uchun esa noodatiy tushum bo'lishi mumkin. Masalan, korxonada bosh hisobchi bo'lib ishlaydigan odam oyiga 10 million so'm oylik olsa, uning kartasiga ish beruvchidan 10 million tushishi normal holat. Lekin talaba yigitning kartasiga bir kunda 25 ta odamdan 1 million so'mdan jami 1 million tushsa, keyin shu pul darhol boshqa kartaga o'tib ketsa, tizim buni shubhali deb ko'rishi mumkin. Ikkinchi belgi muntazamlik. Bir marta katta summa tushishi har doim ham muammo emas. Masalan, siz eski mashinangizni naqd 5 million so'mga sotdingiz va xaridor pulni kartangizga o'tkazdi. Agar sizda oldi sotdi shartnomasi yoki notarial hujjat bo'lsa, bu pulning manbasi tushunarli. Lekin har hafta turli odamlardan 3 million, 5 million
7 million so'mdan tushum bo'lsa va siz rasmiy tadbirkor bo'lmasangiz, bu allaqachon savol tug'diradi. Chunki bunday holat ko'pincha yashirin savdo, xizmat ko'rsatish yoki boshqa shaxslar nomidan pul yig'ish belgisi bo'lishi mumkin. Uchinchi belgi pulning kelishi va ketish yo'nalishi. Masalan, kartangizga 2 million tushdi. Siz uni o'zingiz ishlatdingiz. Kommunal to'lov qildingiz. Do'kondan xarid qildingiz. Oilaviy ehtiyojlarga sarfladingiz. Bu bir holat. Lekin 20 million tushishi bilan 19 million 800 ming so'm boshqa kartaga o'tib ketdi yoki naqdlashtirildi. Keyingi kuni yana shunday bo'ldi. Bu tranzit operatsiyaga o'xshaydi. Banklar aynan shunday sxemalarga e'tibor beradi. Chunki firibgarlik, pul yuvish va noqonuniy aylanmalar ko'pincha shu usulda bo'ladi. 4-belgi izohsiz yoki noto'g'ri izohli o'tkazmalar. Ko'pchilik pul jo'natayotganda izoh yozmaydi yoki salom, pul, aka, qarz, tovar deb yozadi. Aslida katta summa bo'lsa izoh aniq bo'lgani yaxshi. Masalan, qarz qaytarish, ijara to'lovi 2024 yil sentabr, telefon sotib olish to'lovi, to'y xarajati uchun yordam, usta xizmati uchun to'lov kabi izohlar keyinchalik tushuntirishda yordam beradi. Albatta, izohning o'zi yetarli hujjat emas, lekin u operatsiya mazmunini ko'rsatadi. Birinchi navbatda onlayn savdo qiladiganlar. Masalan, siz Instagram, Telegram yoki Marketplace orqali kiyim, kosmetika, telefon aksessuarlari, maishiy texnika yoki oziq-ovqat sotyapsiz. Mijozlar pulni shaxsiy kartangizga yuboradi. Kuniga 20 ta mijozdan 1 ming so'mdan tushsa, bir kunda 2 million, oyga 60 million so'm aylanma bo'ladi. Siz buni kichik savdo deb o'ylashingiz mumkin, lekin tizim uchun bu muntazam tijorat tushumi. Agar siz yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, soliq hisobotini bermasangiz, kelajakda savollar bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh ijara beruvchilar. Masalan, kvartirangizni oyga 3 million so'mga ijaraga bergansiz. Ijarachi har oy kartangizga pul yuboradi. Agar shartnoma tuzilgan, soliq masalasi tartibga solingan bo'lsa, qo'rqadigan joy yo'q. Lekin 3 ta kvartirani ijaraga berib, har oy 2 million so'm karta orqali olib, hech qanday shartnoma qilmasangiz, bu daromad sifatida ko'rilishi mumkin. Ertaga sizdan bu pul qayerdan deb so'rashsa, ijaradan deyishingiz mumkin, lekin shartnoma bo'lmasa, vaziyat murakkablashadi. Uchinchi guruh xizmat ko'rsatuvchilar, ustalar, sartaroshlar, vizajistlar, tikuvchilar, fotograf va videograflar, repetitorlar, trenerlar, taksi haydovchilari, kuryerlar. Masalan, repetitor haftasiga 25 ta o'quvchiga dars beradi. Har biridan oyiga 400 ming so'mdan olsa, oyiga 1 million so'm daromad qiladi. Agar pullar kartaga tushsa va bu muntazam bo'lsa, bank va soliq tizimi buni daromad deb ko'rishi mumkin. Bu yomon emas, daromad qilish jinoyat emas. Muammo daromadni yashirishda yoki hujjatsiz ishlashda. 4-guruh qarindosh urug' nomidan karta ishlatib beradiganlar. Masalan, akam chet elda, pulini mening kartamga yuboradi. Do'stimning kartasi ishlamayapti. Mijozlari pulni menga tashlayapti. Opamning savdosiga vaqtincha mening kartamdan foydalanyapti. Mana shu juda xavfli. Chunki bank tizimi pulni kimning biznesi ekanini bilmaydi. U kartaning egasini ko'radi. Kartangizga pul tushsa, birinchi navbatda savol sizga beriladi. Siz bu meniki emas desangiz ham, nima uchun sizning hisobingiz orqali aylanganini tushuntirishingiz kerak bo'ladi. 5-guruh kripto, bukmekerlik, norasmiy investitsiya. Tez bo'yish loyihalari, P2P almashinuvlar bilan shug'ullanadiganlar. Karta orqali ko'p odamdan pul qabul qilib, keyin boshqa joyga o'tkazish, ayniqsa izohsiz va hujjatsiz bo'lsa, eng ko'p shubha uyg'otadigan holatlardan biridir. Chunki bunday operatsiyalar firibgarlik zanjirida ham ishlatilishi mumkin. Siz o'zingizni faqat vositachiman deb o'ylasangiz ham, qonun oldida bu tushuntirish yetarli bo'lmasligi mumkin. Men yana bir narsani aniq aytaman. Hamma odam vahimaga tushmasin. Agar siz rasmiy ishda ishlasangiz, oyligingiz kartaga tushsa, vaqti bilan qarindoshlaringizga pul yuborsangiz, kommunal to'lov qilsangiz, do'konda xarid qilsangiz, bu normal hayotiy operatsiyalar. Masalan, otangiz sizga 2 million so'm yubordi. Siz farzandingiz kontrakti uchun 5 million yubordingiz. Turmush o'rtog'ingiz bilan bir-biringizga pul o'tkazdingiz. Bular odatiy oilaviy pul o'tkazmalari. Shuningdek, bir martalik yirik tushum ham doim xavf degani emas. Siz mashina sotdingiz, uy jihozlarini sotdingiz, qarzingiz qaytdi. To'y uchun qarindoshlar yordam berdi, davolanish uchun pul yig'ildi. Muhimi, bularni tushuntira olish. Masalan, 20 million so'm mashina sotishdan tushgan bo'lsa, shartnoma, e'lon, skrinshoti, xaridor bilan
yozishma, notarial rasmiylashtirish hujjati bo'lsa, bu dalil. 30 million so'm qarz qaytgan bo'lsa, qarz tilxati yoki kamida yozishmalar. Pul berilgan va qaytgan sanalar bo'lsa, ancha yaxshi. Yana shuni biling, bank savol bersa, bu sizni aybdor deb topdi degani emas. Bu tekshiruv jarayoni. Bank mablag' manbasini tushuntiring desa, xotirjam javob berish kerak. Eng katta xato jalb qilish, bank xodimiga baqirish, sizga nima deyish yoki yolg'on izoh berish. Chunki moliyaviy tashkilotlar qonun talablarini bajaradi. Siz aniq, muloyim, hujjatli javob bersangiz, ko'p holatda masala tezroq hal bo'ladi. Birinchi misol, Dilshod ismidagi telefon olib sotadi. U do'koni yo'q, Telegram kanal orqali ishlaydi. Mijozlar kartaga pul yuboradi. Bir oyda bitta xil million so'm tushum bo'lgan, lekin foydasi aslida eng yaqin million so'm. Dilshod, men bitta xil million topmadim-ku, faqat ustama oldim deydi. Lekin bank hisobida bitta xil million aylanma ko'rinadi. Agar hujjatlar bo'lmasa, tovar qayerdan olingan, kimga sotilgan, foyda qancha, soliq qanday hisoblangan degan savollar tug'iladi. Shuning uchun savdo qilayotgan odam shaxsiy karta bilan emas, tadbirkorlik hisob varag'i bilan ishlagani ma'qul. Ikkinchi misol, Mohira opa kvartirasini ijaraga bergan, ijarachi har oy 4 million so'm yuboradi. 1 yil davomida 48 million so'm tushgan. Agar shartnoma bo'lsa va daromad bo'yicha talablar bajarilgan bo'lsa, bu tushunarli. Lekin shartnoma bo'lmasa, ertaga bu pullar noma'lum tushum bo'lib ko'rinishi mumkin. Mohira opa hamma shunday qiladi, deyishi mumkin. Lekin nazorat kuchaysa hamma shunday qilib huquqiy dalil bo'lmaydi. Uchinchi misol, Jasur do'stiga yordam berib kartasini bergan. Do'sti onlayn savdo qilgan. Mijozlar Jasurning kartasiga pul yuborgan. Oyiga 90 million so'm aylangan. Keyin do'sti bilan kelishmovchilik bo'lgan. Mijozlardan biri shikoyat qilgan. Bank va boshqa organlar birinchi bo'lib karta egasi Jasurni ko'radi. Jasur men bilmayman, do'stim ishlatgan desa ham, bu uni avtomatik ravishda mas'uliyatdan ozod qilmaydi. Shuning uchun hech qachon kartangizni boshqa odamning savdosi, to'lovi yoki pul yig'imi uchun bermang. 4-misol. Farzand chet elda ishlaydi va har oy onasiga $500 yuboradi. Ona bu pulni kartada oladi. Oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lovlarga sarflaydi. Bu normal holat. Agar savol tug'ilsa, pul yuboruvchi farzand ekanini, chet eldagi ish haqi yoki mehnat daromadi ekanini tushuntirish mumkin. Bunda muntazamlik bor, lekin mazmuni oilaviy yordam. Shuning uchun bunday odamlar hujjat va izohlarni saqlab qo'ysa yetarli. Eng katta nozik joylardan biri qarz masalasi. Bizda odamlar ko'pincha qarzni og'zaki beradi. Aka orasida tilxat kerakmi? Do'stim-ku, ishonaman, qarindoshim, uyat bo'ladi. Lekin bank nazoratida qarindoshlik hissiyoti emas. Hujjat va izoh muhim. Agar siz 20 million so'm qarz berdingiz va 6 oydan keyin u qaytdi, kartangizga tushdi. Savol tug'ilsa, bu daromad emas, qarz qaytishi ekanini ko'rsatishingiz kerak. Buning uchun oddiy yozma tilxat ham yordam beradi. Kim kimdan qancha pul oldi, qachon qaytaradi, imzo, pasport ma'lumotlari. Juda katta summalarda notarial rasmiylashtirish yanada to'g'ri. Ikkinchi nozik joy xayriya va pul yig'ish. Masalan, kimdir davolanish uchun pul yig'adi. Odamlar kartaga 10 ming, 50 ming, 100 mingdan yuboradi. Bir haftada 200 million so'm yig'ilishi mumkin. Bu insoniy jihatdan tushunarli, lekin moliyaviy tizim uchun juda katta va ko'p manbali tushum. Shuning uchun bunday holatda tibbiy hujjatlar, e'lon matni, bemorning ma'lumotlari, mablag' sarfi bo'yicha chek va kvitansiyalar saqlanishi kerak. Aks holda xayriya nomi ostida firibgarlik bo'lishi mumkinligi sababli savollar tug'ilishi tabiiy. Uchinchi nozik joy to'y va marosim pullari. To'yda qarindoshlar pul beradi, ba'zan karta orqali yuboradi. 100 million so'mgacha yig'ilishi ham mumkin. Bu daromadmi? Har doim ham daromad sifatida baholanmasligi mumkin, lekin izohsiz va katta tushum bo'lsa savol bo'ladi. To'y sanasi, ro'yxat, kim qancha yordam bergani, marosim xarajatlari. Restoran to'lovi, foto, video, libos va boshqa to'lovlar bo'yicha dalillar bo'lsa, tushuntirish osonlashadi. 4-nozik joy karta orqali obnal qilish. Kimdir sizga kartanga 10 million tashlayman, sen naqd qilib ber. 100 ming o'zingga qoladi desa, buni aslo qilmang. Bu juda xavfli. Birinchidan, pul noqonuniy manbadan bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, siz pul yuvish zanjiriga bilib-bilmay kirib qolishingiz mumkin. Uchinchidan, keyin pul egasi topilmasa, savol sizga keladi. 100 ming so'm foyda uchun katta muammoga kirib qolish aqlli ish emas. 5-nozik joy shaxsiy karta va biznes kartani aralashtirish. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, mijozlardan pulni shaxsiy kartaga emas,
Biznes hisob varaqqa qabul qilishga harakat qiling. Shaxsiy xarajat va biznes tushum aralashib ketsa, keyin hisob kitob qilish qiyin bo'ladi. Masalan, bir kartada oylik, bolalar kontrakti, oziq-ovqat, mijoz to'lovi, tovar xaridi, qarz, ijara hammasi aralashsa, bir yildan keyin o'zingiz ham qaysi pul nima ekanini ajrata olmaysiz. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Men sizga amaliy, oddiy va aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. Oxirgi 6 oy yoki 12 oy kartangiz aylanmasini ko'rib chiqing. Mobil banking ilovasiga kiring, tushumlarni ko'ring. Qaysi pullar oylik, qaysilari qarz, qaysilari savdo, qaysilari ijara, qaysilari qarindosh yordami ekanini ajrating. Agar tushunarsiz, izohsiz, katta yoki takroriy tushumlar bo'lsa, hozirdan ularning sababini yozib qo'ying. Xotiraga ishonmang. Bugun esingizda bo'ladi, 6 oydan keyin unutishingiz mumkin. Ikkinchi qadam. Katta tushumlar bo'yicha hujjat tayyorlang. Mashina sotgan bo'lsangiz, oldi sotdi hujjati. Uy jihozi sotgan bo'lsangiz, e'lon skrinshoti va xaridor bilan yozishma. Qarz qaytgan bo'lsa tilxat, ijara bo'lsa shartnoma. Xizmat ko'rsatgan bo'lsangiz, kelishuv, akt yoki kamera yozishmalarini saqlang. Telegram yozishmalarini ham o'chirib yubormang. Cheklar, kvitansiyalar, bank o'tkazma skrinshotlar ham kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi qadam. Pul o'tkazmalarida izoh yozishni odat qiling. Sizga pul yuborayotgan odamga ham ayting. Iltimos, izohga nima uchun yuborayotganingizni yozing. Masalan, sentabr oyi ijara to'lov, qarz qaytarish, telefon uchun to'lov. Oilaviy yordam, kontrakt uchun yordam. Bu mayda ishdek ko'rinadi, lekin keyinchalik juda katta yordam beradi. Agar siz muntazam savdo yoki xizmatdan pul olayotgan bo'lsangiz, faoliyatingizni rasmiylashtirish masalasini ko'rib chiqing. Davlat xizmatlari markaziga boring yoki onlayn davlat xizmatlari portali orqali yakka tartibdagi tadbirkorlik. O'zini o'zi bank qilish yoki boshqa mos shakl haqida ma'lumot oling. Men bu yerda hamma uchun bitta yo'l bor demayman. Chunki faoliyat turi, daromad miqdori va soliq rejimi farq qiladi. Lekin mutaxassisdan maslahat olish soliq organi yoki buxgalter bilan gaplash keyingi muammolardan arzonroq tushadi. 5-qadam. Kartangizni hech kimga bermang. Raqamingizni, kartangizni, SMS kodni, mobil bank parolini, pasport rasmingizni begonalarga yubormang. Bir kun ishlatib turay, faqat pul tushadi. Hech narsa bo'lmaydi degan gaplarga ishonmang. Hisob varaq sizniki bo'lsa, javobgarlik masalasi ham sizdan boshlanadi. 6-qadam. Bankdan qo'ng'iroq yoki xabar kelsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Agar bank operatsiya mazmunini tushuntiring desa, rasmiy kanal orqali javob bering. Bank ilovasidagi xabar, filial, jal markaz yoki rasmiy elektron manzil orqali aloqa qiling. Hech qachon noma'lum raqamga karta ma'lumotlarini aytmang. Haqiqiy bank xodimi sizdan SMS kod, PIN kod, to'liq parol so'ramaydi. Nazorat kuchaygan davrda firibgarlar ham hisobingiz tekshirilmoqda deb aldashi mumkin. 7-qadam. Agar hisobingiz bloklansa yoki operatsiya to'xtatilsa, avvalo vahima qilmang. Bank filialiga boring, pasportingizni oling, operatsiya bo'yicha hujjatlarni tayyorlang. Tushuntirish xati oddiy va aniq yozing. Pul qachon tushdi? Kimdan tushdi? Nima sababdan tushdi? Qaysi hujjat bilan tasdiqlanadi? Masalan, 2024 yil 15 oktyabr kuni falon shaxsdan 35 million so'm tushgan. Ushbu mablag' 2024 yil iyun oyida berilgan qarzning qaytarishi hisoblanadi. Qarz tilxati ilova qilinadi. Mana shunday aniq yozuv bankka ham sizga ham yordam beradi. 8-qadam. Agar masala soliq bilan bog'liq bo'lsa, mutaxassisga murojaat qiling. Qo'shnim shunday degan. Telegramda o'qidim. Bir tanishim biladi bilan ish tutmang. Soliq masalasida noto'g'ri javob keyin jarima, penya yoki qo'shimcha tekshiruvga olib kelishi mumkin. Sizning vaziyatingiz savdomi, xizmatmi, ijara daromadimi, mulk sotishmi, qarzmi yoki sovg'ami? Buni to'g'ri ajratish kerak. 9-qadam. Oilaviy pul oqimlarini tartibga soling. Masalan, er-xotin o'rtasidagi umumiy xarajatlar, ota-onaga yordam, farzand kontrakti, davolanish pullari bo'yicha alohida izohlar qoldiring. Agar katta xarajat bo'lsa, kim qancha qo'shganini yozib qo'ying. Bu ayniqsa chet eldan pul keladigan oilalarda muhim. 10-qadam. Naqd pul va karta o'rtasida noqonuniy vositachilik qilmang. Boshqalarning pulini kartangizdan o'tkazib, foiz olish, karta orqali pul aylantirish, soxta savdo qilish. Noqonuniy platformalarga to'lov qabul qilish kelajakda juda og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Pulning manbasi noma'lum bo'lsa, unga aralashmang. Nega bu nazorat kuchaymoqda? Sababi juda oddiy. Iqtisodiyot raqamlashtiryapti. Odamlar naqd puldan kartaga o'tyapti. Savdo, xizmat, qarz, ijara
pul o'tkazmalari hammasi bank tizimida iz qoldiryapti. Davlat uchun ham, banklar uchun ham, xalqaro moliyaviy tizim uchun ham pul qayerdan kelib, qayerga ketayotganini bilish muhim. Bu soliq tushumlari jinoyatchilikka qarshi kurash, firibgarlikni kamaytirish, terrorizmni moliyalashtirish va pul yuvishga qarshi choralar bilan bog'liq. Oqibat nima bo'ladi? Halol ishlayotgan, pulining manbasini ko'rsata oladigan odam uchun eng katta o'zgarish tartib intizom bo'ladi. Hujjat saqlaydi, izoh yozadi, faoliyatini rasmiylashtiradi. Lekin yashirin savdo qilayotgan, boshqa odam nomidan karta ishlatayotgan, katta pul aylanmasini tushuntira olmaydigan, noqonuniy vositachilik qilayotgan odamlar uchun xavf oshadi. Hisob bloklanishi, qo'shimcha tekshiruv, soliq majburiyatlari, jarima yoki boshqa huquqiy oqibatlar bo'lishi mumkin. Men tomoshabinlarga shuni aytmoqchiman. Qo'rqish emas, tayyorlanish kerak. Bugun hujjatlarni tartibga keltirish ertangi muammoning oldini oladi. Hozir 1 soat vaqt sarflab bank aylanmangizni tekshirsangiz, keyin bir hafta asabiylashib yurishdan qutulasiz. Hozir shartnoma tuzsangiz, keyin isbotlay olmayapman degan holatga tushmaysiz. Hozir biznesni rasmiylashtirsangiz, keyin katta aylanma bo'yicha izoh berishda qiynalmaysiz. Xulosa qilib aytaman, 12 oktyabrdan keyin bank hisob varaqlari bo'yicha nazorat kuchayishi haqidagi gaplar har birimizni hushyor torttirish kerak. Bu hamma odam aybdor degani emas, bu hamma pul bo'qlanadi degani ham emas. Lekin endi karta aylanmasiga yengil qarash davri tugayapti. Pulning manbasi, maqsadi, hujjati va izohi muhim bo'lib bormoqda. Agar siz oddiy o'ylab olsangiz, oilaviy pul o'tkazmalar qilsangiz va hammasi tushunarli bo'lsa, vahima qilmang. Agar siz savdo, ijara, xizmat, katta qarzlar, xayriya yig'imlari yoki boshqa odamlar nomidan pul aylantirish bilan bog'liq holatda bo'lsangiz, bu gunoh tartibga keltiring. Kartangizni tekshiring, hujjatlarni yig'ing, izohlarni to'g'rilang. Kerak bo'lsa bank, soliq maslahatchisi yoki yurist bilan gaplashing. Sizning fikringiz men uchun juda muhim. Kartangizga tushadigan pul bo'yicha sizda shunday savollar bo'lganmi? Bank hech qachon izoh so'raganmi? Ijara, savdo yoki qarz bo'yicha qanday tajribangiz bor? Izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki men sizni vahima bilan emas, aniq bilim va amaliy maslahat bilan himoya qilishni xohlayman.